Davlatimiz rahbari ta'biri bilan aytganda, ma'rifatli ayollarsiz ma'naviyatli jamiyatni qurish mushkul. Shundan kelib chiqib Navoiy shahridagi Ma'naviyat va ma'rifat markazida Xalqaro qizlar kuni hamda xotin-qizlarning innovatsion haftaligi munosabati bilan dunyoni tinchlik va ezgulikka ilhomlantiramiz shiori ostida festival o'tkazildi. Ilm-fan sohibalarini bir davraga jamlagan tadbir tafsiloti bilan davom etamiz. Bugungi kunda yurtimizda qizlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash masalasi ustuvorlik kasb etib, ularning salomatligini mustahkamlash, ta'lim olishiga shart-sharoitlar yaratish, ijtimoiy muammolarni hal etishga ko'maklashishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mazkur festivalni o'tkazishdan asosiy maqsad ham xotin-qizlarning ijtimoiy faolligini oshirish, milliy qadriyatlar, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, innovatsion g'oyalarni qo'llab-quvvatlash, kitobxonlikni targ'ib qilish, nogironligi bo'lgan qizlar uchun teng imkoniyatlarni kengaytirish, ota-onalarning qizlar tarbiyasidagi mas'uliyatini yanada kuchaytirishga qaratilgan. Unda viloyatimiz ayollarining tashabbuskorligi, yaratilayotgan imkoniyatlardan samarali foydalanayotgani alohida ta'kidlandi. Joriy yilning 6-oktyabr va 11-oktyabr kunlari maxsus chora-tadbirlar belgilangan bo'lib, aynan o'sha festival doirasida bir qancha tadbirlarimiz o'tkazildi. Ya'ni bu doirada zakovat intellektual o'yini, undan tashqari kitobxon qizlar kuni, bundan tashqari sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish bo'yicha qizlar o'rtasida sport musobaqalari, qizlarimizni erta turmush, erta nikoh holatlarini oldini olish bo'yicha tibbiyot xodimlari ishtirokidagi targ'ibot, muloqot, davra suhbatlari o'tkazildi. Hozirda viloyatimiz aholisining 540 ming nafardan ziyoda, ya'ni 49,3% xotin-qizlar tashkil etadi. Faol, tashabbuskor, boshqaruvchilik qobiliyatiga ega lider xotin-qizlarimizni kelgusida davlat boshqaruvining turli sohalarida rahbarlikka tayyorlash maqsadida Davlat boshqaruvi akademiyasida 12 nafar xotin-qizlarimiz o'qitildi. 98 nafar ayol mo'tabar ayol ko'krak nishoni, 35 nafari esa Zulfiya nomidagi davlat mukofoti bilan mukofotlangan. Festivalda ana shunday yutuqlar ko'lami e'tirof etilib, bir guruh faol xotin-qizlar taqdirlandilar. Shuningdek, xotin-qizlarning innovatsion haftaligida faol ishtirok etgan xotin-qizlarga diplom, tashakkurnoma va esdalik sovg'alari topshirildi. Shu yurtni xotin-qizlari bo'lganimizdan faxrlanamiz, chunki prezidentimiz tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan qonunlar, juda ko'p qarorlar, bugungi kunda ijobat bo'layotgan olima ayollarning hayoti bizani faxr bilan tilga olamizki, biz kelajakda o'zimizni ilmimiz bilan, ixtirolarimiz bilan va ishlab chiqarish sanoat korxonalariga qo'shayotgan hissamiz bilan faxrlanamiz. Bizani Navoiy davlat konchilik texnologiyalar universitetida mutaxassislar bo'yicha juda ko'p olima ayollarimiz bor. Ular har bittasi o'zlarining ixtirolarida sanoat korxonalarida bo'ladigan muammolarni hal qilishga harakat qilishadi. U muammolarni iqtisodiy samaradorligi nimalar olib kelishi hammaga qiziq bo'lganligi uchun bu ishlarni faxr bilan ayta olamizki, bugungi kunda olima ayollarimiz juda katta vatanimizning ravnoqiga hissa qo'shib kelyapti. Shuningdek, festivalda gender tengligi bo'yicha e'lon qilingan ko'rik tanlovning viloyat bosqichi g'oliblari taqdirlandilar. Albatta, bu kabi tadbirlar jamiyatda xotin-qizlar faolligini qo'llab-quvvatlash bilan birga ularni sohalar rivojidagi faolligini yanada oshirishga xizmat qiladi.